Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan benzopillarimizni super aksiyada qiladigan bo'ldik. Original Texa benzopillarimiz bizga eng katta modelidan qolgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik joylarda bundan chunki bari o'zimizda qolgan, общий diler o'zimiz bo'lganimiz uchun o'zimizda bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan ham kam qolgan. Tak qanday bo'lishi mumkin? Buni sifatlari juda o'ta sifatli zo'r bo'lgan germanskiy stil fermalarniki bilan salgina farq qilib ishlangan bo'ladi. Nimalari juda katta ishlangan va original o'yib yozilgan bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin, ham o'yib yozilgan va yana ko'rib turgan saylarida o'zbek kodlari bilan qo'yilgan bo'ladi. Buni monitorlargacha qo'yiladi. Tak obrot aylanmasi 13.000 obrotgacha aylanadi. Mana shuning buni monitorga siz o'shangizni ko'rib turasiz. Narxlariga ko'ra keladigan bo'lsak, o'zining ichidan 1 litr moylari bilan chiqadi. Buni sizlarga like podpiskani bo'lsangiz 1.300.000 so'mga chiqadi. Garantiyali eng zo'r benzopila bo'ladi. Buni sepini uzunligi tak 60 cm gacha boradi. Eng kami mana shu uzunligi 60 cm gacha boradi. Sepi original Carlton sep qo'yilgan bo'ladi. Sifatlari zo'r, 1.300.000 so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Yana yangi partiyamiz mana Oligan firmasiga tegishli benzopilamiz ham yetib keldi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Tak, sasoglari bor, sifatlari zo'r, oldilari temir, va shu ikki taraf ham temir ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, original olgan tak seplardan qo'yilgan bo'ladi. Buni like podpiskani bosib kelgan insonlarga 1 litr moylar bilan 8.000 so'mga chiqadi. Bemalol ko'ringiz originali 8.000 so'm. Tak, Royal brendimiz ham yetib kelgan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Sifatlari zo'r, mana original Royal brendi, zo'r original ishlangan. Bemalol ko'raverasiz, sifatlari juda zo'r ishlangan. Benzopila hisoblanadi. Mana bemalol original o'zida seplari bor. O'rgan azga seplar qo'yilgan bo'ladi. Original kulishlari, palapori juda zo'r ishlangan bo'ladi mana. Buni narxlari keladigan bo'lsak, narxlari tak 1 litr o'zini moyi bilan birga kelaverasizlar. Tak 660.000 so'mga chiqadi. Buni sizlarga skidkaga narxlari 8.660.000 so'm chiqadi. O'zini 1 litr moylar. Moda moysiz olaman desangiz, buni narxlari sal tushadi. Men 1 litr moylar bilan ketaman. Moda arzoni kerak deganlarga arzoni ham bor. 450.000 so'mdan chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xohlagan turida mavjud benzopillarimiz. Like podpiskani bosib kelaverasizlar. Manzilimiz Toshkent Ark Mall bozorida joylashgan. Bemalol mana Oliganda sizlarga obzorni qildik. Oliganda ichida nimalar chiqdi? Oligan original benzopillarning seplari bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalari bor. Oliganda temir bo'ladi, hammasi. Sifatlari zo'r, garantiyali yaxshi benzopila bo'ladi. Narxlari buni 1 litr moylari bilan 8.000 so'mga olishingiz mumkin. Like podpiskani bosib qo'yishni unutmang, jonlaringiz sog' bo'lsin.